Zodan qo'rqasizmi? 1 kilometr qaytsa agar u tarozi degan narsa. 1 kilometr shu mashinalar agar orqa bo'lgan bo'lsa, mashina podarka va boshqalarga o'xshab $1000, $2000, $5000 emas. Mashina nomiga bepul afot qilib ketsin. Bepul. Qarang, 11000 kilometr yurgan. Travers. Pachka. Hozir endi yaxshi qilamiz. Aka, bu probegi halol, ha? Aka, mashina 11000 kilometr yurgan. Motoriga mashina suv tekkan bo'lsa, salondan olib mashina bepul aka. Любой проверка. Agar saloniga kraska bo'lganmi, gazi bor, $1500 qo'ygan aka. Probeg yo biron joy marafet qilgan bo'lsa mashina kelsin bepul afort qilib beraman. Hozir odamlar mana bu apshifkalarga kraska sepib, ustidan lak sepyapti, chiqmayapti. Buni agar kraska bo'lgan bo'lsa yo probega qaytgan bo'lsa mashina podarka. Aka, bitta narsa aytamiz, o'zi ko'p odam 100% ishonadigan telefon qiladi. Zodan qo'rqasizmi? 1 kilometr qaytsa agar u tarozi degan narsa. 1 kilometr shu mashinalar agar orqa bo'lgan bo'lsa, mashina podarka va boshqalarga o'xshab $1000, $2000, $5000 emas. Mashina nomiga bepul afot qilib ketsin. Bepul. Javob. Voy. 11000 kilometr yana propami gaz aka? Propan $1500 sunov qilgan propan aka. 23000 yili? 23, bu ham 24 salondan olgan mashina aka. 24. Hisob ma'lumot bir qo'l mashina aka. Voy. Mana aka, propanni ham bor. Bitta narsa aytishimiz kerak, aka, trendga chiqdi-da bular. To'g'risida, mana Malibu XL, Equinox, Travers hozir borku, masalan, shaxsan menga Travers yo'q-a. Zo'r mashina. Любой tomonlamamizda aka. Motori ham yaxshi. Harotim qilmaydi. Rasxod ham bu gavdasiga aka, xolosa benzin bilan yursa, xolosa propan ham usunov qilib bo'lgan aka. Mashina hisob ma'lumot javob mashinaga aytayapman-ku. Agar ham shunga 95-98 benzin soladi-ku, 100 ga 10 ta 12 ta yo'q-a. Yo'q-a. Endi odamlar o'ylaydiki, motori katta benzinni ko'radi deb o'ylaydi aka. Buni haydab ko'rsa keyin biladi aka. Degan bossa 25 ta 30 ta ham yo'q-a. Yo'q-a, ana bossa. Qancha qo'yamiz aka? Aka, buni 51500 qo'yib bering aka. Yo'q aka, ketmaydigan narxni aytmaylik, ketadigan tochka narxni aytaylik. $50000 qo'shsa beraman aka. $50000 aka, xayriga nimadir o'ting? Yo'q, 50000 ga qo'shsa beraman akajon, mana bunday gap keyin. Bu mashina agar parafet bo'lganda odamlar 47000, 48000 so'rab o'tiribdi-ku, ular probega qaytgan mashinalarda bu любой qing javob mashinaga. Mashina egasini primoy notariusga chaqiraman, egasini любой nimasini so'rab olsin. Shunaqasiga men o'ynab olaman. Egasi afort qilib beradi-ku notariusga. Shundan so'rab olsin, mashina nima bo'lgan, nima qilgan, hammasini egasini so'rab olsin. Shunaqa variant ham qilib beraman aka. 100% javob mashinaga bu. Buni ham nasiyaga kelishyapsiz. Farqi yo'q akajon. Nasiya любой mashina, mana 15 ta mashina bormi, любой nasiyaga beraman aka. Hammasi o'zining nomiga mashina. Bitta ana shu egasini nomiga turibdi. Chunki qari mashinaniki. Aka, ana shunaqa aytish kerak-da. Mana ko'plar Xudodan qo'rqmayapti aka o'zi. Yo'q aka, probeg qaytaryapti. Lekin bitta narsada probegni qaytarmasdan turib, kam foyda qilsin, probegni qaytarib ko'p foyda qilganidan ham turib baraka bo'ladi. Kraskasi bormi, kraskasi bor, mana shuncha aytib sotaman aka. Baribir bu temer akajon. Probegga qaytganmi, mana shu mashinani yo'lichiman, probeg ko'p mashina olmayman aka. To'g'risi, mana Equinox'im bor, 1 kirib yurgan aka. Mana Equinox 1 bor, Equinox 1 50 ta yurgan, hisob ma'lumot mashina. 1 Equinox 1 Amerikan qiz bor aka. Buni ish puli? Buni 23000 ga beraman bo'lishing. Buni oxiri bir pachka, 5 pachkaga qo'ydik, nomer telefoningizni ayting. 33lik 272 407 aka. Nasiyaga ham berasiz. Beraman, barterga ham bor aka. Ko'rib, kvartiralarga ham barter qilib olasiz. Farqi yo'q aka. Ko'rib tekshirib olingizlar. Mana aka qarangda, domchilar dom qurgan. Domi masalan turgan-a. Kadastr chiqmagan